Assalomu alaykum. Bugun biz Agrius jamoasi Buxoro viloyati Peshku tumanida Abdurahim akani issiqxonalaridamiz. Bu issiqxona umumiy 8 gektarlik maydon bo'lib, asosan Novo Bio kompaniyasini Avante hamda Fantina degan duragaylar ekilgan bu joyda. Abdurahim aka, buni qachon ekdingiz Fantinani? 5-avgustga urug'i yerga qadalgan. To'g'ridan to'g'ri yerga tashlangan. Yerga qadalgan, yerga tashlangan. Bugun 12-oktyabr. Birinchi terimni qachon qildingiz? 10-sentyabrlarga. 10-sentyabr bo'lsa, demak 35 kunda terimi boshladi. 35 kunga terim qilishni boshladik. Mana shundan buyon mana kunda kunora terib kelayotgan ekan. Ya'ni 1 oydan beri, 1 oydan ham o'tibdi. Terim bo'layotgan ekan, terim jarayonida. Parnini shunaqa holatdaki, mana oddiy parni, yerga ekilgan, kapinili yo'q, ataplini yo'q. Yo'llari ochiq, harorat kechasi yaqin kunlarda 5 ga tushdi. Mana bugun ham 10 bo'ldi kechqurun. Bir orada 5-6 ga ham tushdi harorat. Shunga qaramasdan bodring o'zini sog'lom ushlab turibdi. Palilari yashil bo'lib, hosil berishda davom etyapti, gullashda davom etyapti. Mana gullari bor. O'zingiz nima deysiz? Nima fikr berasiz bodringga? Sizga yoqqan taraflari bordir, balki yoqmagan taraflari bordir. Mana dehqonlarimizga ma'lumot bering. Uni yoqqan tarafga yaxshi soladi. Hosili ketishi yaxshi turadi. Agar yaxshi texnologiyasini olib borsa, tashamasdan chiroyli hosil chiqarib berasiz sizga. Ya'ni kuydirmasdan-da. Kuydirmasdan. Kasallik chidamlilari qanaqa? Kasallik chidamlilari zo'r, yaxshi, chidamli, kasallikka chidamli. Hosilni bozor nima deyapti? Bozor razmeri, o'sha bozorda turishi o'zganingizdan keyin. Bozor turishi yaxshi. Aytsak birinchi bo'lib kelgan ekan deb xursakini kutib olalar. Demak, bozor e'tiroz yo'q. Bodring mevasi bo'yicha, sifati bo'yicha yaxshi, to'g'rimi? Yaxshi, chiroyli bodring. Juda ham yaxshi. Shunga mana o'zimiz ham ko'rib turibmiz, mana yo'llari ochiq, ikki taraflari parnigizi ochiq, o'sha oddiy issiqxona. Tepada o'sha forchkasi ham yo'q ekan, ikkita tarafini ochib qo'yib shamollatar ekansizlar. Kechasi bilan ochib turibdi. Shunaqa bo'lsa ham, mana ataplini bo'lmasa ham havo salqinligiga qaramasdan hosil beryapti. Hosil davom etyapti, gullashda davom etyapti. Mevalar kunora har kuni hosilingiz bor ekan. Har kuni bor, Xudoga shukr. Juda ham yaxshi. Xursandmisiz? Xursandmiz, Xudoga shukr. Barakasini bersin. Sizlar ham ekinglar. Mana yaxshi ishonchli urug'ni olsanglar, ishonchli gibrid tanlasanglar, mana shunaqa yaxshi hosil bo'ladi. Sizlardan ham yaxshi natija bo'ladi. Undan keyin bitta yana katta yangiliklardan bittasi bu Novo Bio kompaniyasini qadoq o'zgardi. Yangi qadoqqa o'tdik. YouTube kanalimizda o'sha bu qadoqni afzalliklarini aytib o'tganimizni ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu QR kodi hozir dunyodagi eng oxirgi texnologiyada qilingan, ya'ni himoya vositasi juda ham mukammal darajada qilingan. Buni o'sha qalbaki yasash imkoni qoldirilmagan. O'shaning uchun ya'ni YouTube'da videolarimizni ko'rsanglar, qanaqa qilib buni pachkani originalligini aniqlashni ko'rsatib o'tganmiz. Biz ham xursandmiz, juda ham chiroyli bo'libdi. Barakasini bersin. Ana shunaqa sharoitlarda ham bemalol mana ekseli bo'ladi. Bahorga ham, kuzga ham, yozga ham o'sha tavsiya qilamiz. Bemalol bu gibridni, bodringni bemalol ekib foydalansanglar bo'ladi. Yana nima deysiz? Zo'r. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Abdurahim aka, barakasini bersin, charchamang.